Videoni boshladik. Disketimiz 220 voltda ishlaydi. 32 amperlik. Yani buni o'zi 32 amper emas, 32 amper nimalari, o'tkazgichlari 32 ampergacha o'tkazuvchi kontaktlari ikkita knopka kerak bo'ladi bizga. Yig'madi. Bizga sim nima olamiz? Simda knopkalarni oldik. Endi o'zi avtomat olamiz. O'zi avtomat odam qo'yilganda o'chadi. Qiyir qo'ygandim. O'zi avtomatni topib olaylik endi. Topib oldik. O'zi avtomatimiz odam qo'yilganda avtomatga tashlaydigan avtomat. Boshladik. Biz birinchi qilib olayotgan ishimiz ikkita knopkani olamiz. Bittasi yoniq kontak, bittasi o'chiq kontak. Mana bunisi yoniq kontakda turibdi ekan. Qo'shilgan kontak. Bu o'chiq turgan kontakimiz. Knopkalarimizni olamiz. Mana bu knopkamiz stop bo'ladi ruschasida. To'xtatish. Bu pusk. Bitta bosganda qo'shiladi. Ulab olamiz. Ulab oldik mana. Bosganimiz uzilayotgan kontak, ana ko'rayotganlaringdek. Ulangan simni o'rtasidan bitta uzunroq sim chiqarib olamiz. Bu pusketga ketadi. Ulab oldik. Mana buni uzilayotgan, mana bosganimizda qo'shilayotgan kontak, mana bu uzilayotgan kontak. Stop, pusk, pusk, stop. Qizilimiz stop bo'ladi, pusk qora. Bu tarafdan ham sim chiqarib olamiz. Uchtasini chiqarib oldik. Buni 220 ulab olamiz. Avtomatimizni 220 ulab olamiz.
oldik. Endi qilayotgan ishimiz avtomatimizdan bittasini sim chiqarib olamiz. Chiqarib olganimizdan keyin bittasini pskatilimizning kachishkasiga ulaymiz. A1 kontagini A2, A2siga ulab olamiz. Ulab oldik. Endi esa bosganimizni qo'ysa o'rtadagiga to'p beramiz. Shunda ulab olamiz. Pusk knopkamizning ikkinchi simini puskatimizda A1 kontagiga ulab olamiz. Endi qanday? Stop knopkamiz bor. Stop knopkamiz hozir 3 faza o'tayotgan bo'lsa, bizga 3 fazaga puskatilimiz 220 ga ishlasa, 3 ta kontaktni bo'sh qoldiramiz. Yonida qo'shimcha kontaktlarimiz bor. Mana hozir aniqlab beraman multimetrda. Bizga kerak bo'lgan pastdagi kontakt, tepadagi kontakt, yonib turgan kontakt, qo'shilib turibdi yonib kontakt. Puskatimiz bossak o'chadi, mana multimetrimiz ko'rsatyapti. Bizga kerak bo'ladi pastdagisi. Pastdagisiga ulab oldik. A1 kontagimiz orqada ham bor. Orqadagi kontagiga ulab olamiz. Kichkina simchani olamiz. A1 kontak ulab oldik. Ikkovi ham A1 kontak bitta nimadan keladi, kachishkadan kelyapti. Puskatilimizning o'zini kachishkasi bor. Ulab oldik mana A1 kontagiga. Endi pastdagi kontakni siqib olamiz. Çünkü bizlar pastdagi kontaktga berib oldik. Yonib turgan kontagimizga qo'yib oldik. Endi avtomatimiz o'chiq, siqib olamiz. Siqib oldik. Top keldi, chunki o'zi avtomatimiz tekitni bosganimizda avtomatik tashlaydi. Puskatilimizni qo'shamiz. Puskatilimiz ishladi. O'chiramiz. Pusk, bu stop. Yaxshi ko'rinishi uchun. Puskatilimiz qo'shilgan. Pusk, mana bu yonda puskatilimiz stop. Buni multimetrda ham aniqlab bersak bo'ladi. Kontagimiz yonib o'tishini. Multimetrimiz ko'rinmagan ekan sizlarga. Video rolikda mana endi xudo xolasa mana
Puskni bosdik, mana yondi. Stopni bosamiz, strelka pastga ketadi. Pusk, stop. Tekni bosamiz, ishlamaydi, mana puskni bossak ham уже tamom. Bo'shatib olamiz. Yaxshilab ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ko'plangan o'rta bir-biri bilan ulangan kontagimizni tokini ismini mana tok kelayotgan o'z avtomatimizga ulaganmiz. Pusk knopkamizni A1 kontakka ulaganmiz. Mana A1 kontakka, A2 kontakka avtomatik o'zi avtomatikdan chiqib bironta nimalarsiz, knopkalarsiz avtomatik kelyapti. Mana stop knopkamizning bittasi mana qo'shimcha kontagimizning tagi qismida ulangan. Xuddi shunday tagi qismi bilan chiqib ketib, mana A1 kontakka kirib ketdi. A1 ga kiryapti, mana ko'rganimizdek. O'z avtomatimizni qo'shamiz, mana tok kelganda mana shunday bo'ladi. Bosdik, yana puska tilimizni qo'shdi. Puskni o'chiradi. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Yangi videolar chiqarganimda, xudo xolasa, shunda yana qiziqarli videolar chiqarib boraman. Bu akkauntimni tiklolmasam, shu akkauntimni kuzatib boruvchilar obuna bo'lib qolaverasizlar. Salomat bo'lasiz.